أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz şair Hafız İbrahim'ninki Mısır tetahaddathu an nefsiha. Mısır o'zi haqida so'zlayotidi degan qasidasi she'ri. Hafız İbrahim Mısırning shu 1872 da tug'ilib 1932 da vafot bo'lgan Şairun Nil deb nom olgan atoqli shoirlarning birisi. O'zining she'rlarida ifodalash quvvati kuchli, vatanparvarlik, vatanni kuylash ruhi kuchli bunda shoir. Ba'zi bir asarlarni tarjima qilamiz. Viktor Hugo'ningki Al-Bu'asa degan muslim tarjima qilgan. Demak, bu shunda bir tunilgan shoir adib hamdi bu. Ma qasidasi Misrning ulug'ligi, shu vatanni kuylab yozgan she'r ekan. Waqafal xalqu yanzuruna jami'a. Bütün xalq hammasi shunda qarab turib qilishdi. Waqafa yanzurun degani shu ahvolni ko'rsatadi. Bütün xalq turib hammasi qarashdi deydi. Kayfa abni qawaidal majd wahdi. Mena mush ulug'ligimning, kattaligimning ulini men qanda bino qiladiganman, shunga hammasi unda qarab qilishdi deydi. Men yolg'iz o'zimning ulug'ligini qanda bino qilishimga qarashdi. Ya'ni hozir men degani Misr, yani bütün dünya xalqlari mening mush ulug'ligimning sha'ni shavkatlik bunda bir tarixi va madaniyati va davlat ekanligini ifodalaydigan ulug'ligimning ulini qanda bino qilishimga hammasi bunda qarab turishdi. Qavoidga ul binoni aslidan qurish. Wa bunatul ahram fi salif ad-dahr kafawnil kalam 'inda at-tahaddi. Ahram ash-piramidalar. Macizide Kayra'nın atabildiği şey Cizide çoğundan 3-4 var. Ama hamısının ismi var. Ondan Mısır'ın başka yerlerde mi cennet tarafta onda küçük ahramdan 300 var. Bu ahramını bina kıyıcılar fi salif dahr. Ötkenki zamanlarda, kadimki zamanlarda değil mi? Kadimki zamanlarda değil mi? Ötkenki zamanlar. Şu an Selefi diyen mi? Şu ötkenki pişkadamlarımızga eriştiğin kişini Selefi diyemiz. Dahr degan zaman. O'tganki qadimki zamonlarda ihramlarni bino qiluvchilar kafawnil kalama 'inda tahaddi. Tahaddi degan haqiqiy mayda qiqishib unda chiqqan vaqtida degan. Xiris qilgan vaqtami deb qo'yadi. Ko'krak yetmaydi. Va alaykum assalom. Wassa'. Ifsahu yafsahillahu lakum. Tahaddi deganimiz shu mayda qaqqan chog'da maydonga tushishga taklif qilishgan vaqtida degan bo'ldi. Uyg'urcha dal bir so'z yo'qmi tahaddi degan. Xiris qildi, uni qildi, deb baqirdi. Va turkchada maydon o'qidi deydi. No'chosan chiqa maydonga degani tahaddi shu. Maydon o'qidi. Jang e'lon qildi degan bu bilib qoldi biz tarafda. Mayda qatdi deymiz mana. Do'yilga tushdimi deydi. Bu doğru işte lekin bu manda nimalar ishlatildi. Masalan, ishkaylarni yetishdi o, shuningga bakrak mushtlashda. Demak, bunda tahaddini qilganda qan ko'rdi, qasimiz nochikan deyishgan vaqtida o'tgan zamonlarda o'sha ehromni bino qiluvchilar men gap qildimay, ashular yetarli gapni shuni qilibdi. Kafonul kalam. Menga gap qilish hozir ehtiyoj yo'q bo'lib qoldi. Chunki avvalda ehram bilan o'zi no'chilikni ko'rsatdim. Ya'ni men o'zimni menda no'chi deb yursammi, avval sab qo'ygan bino ehram piramidalar, shuning moddiy isboti yetarli bo'lib ketdi. Gapga lozim yo'q bo'ldi. Yani benim o'rnimda shuni gapni hammani qilib o'tgan bo'ldi. Ana tajul ala fi mafraq ash-sharqi. Mafraq degan chashni unda ayirsak, men o'tirdimda sichqilg'o. Chash ayrilgan joy. Yoki muftariq turuq desak, yo'l ayrilgan acha. Yoki mana shaharda masalan charsu deymiz. To'rt yo'lni do'qmishdek masalan. Yani shunda yo'l ayrilgan. Mafraq desak, chash ayrilgan joy. Chash ayrilgan joy yoki chekistga, beshidagi
üstünlükning tacimen deydi. Şarqning beshidagi üstünlük tacıdırman deydi. Demek Mısır Şarq ellerining ichida ayında tacı odak, ayında medeniyeti var, shunda bir tarixi var, jut. Ve durratuhu faraidu aqdi. Aqdi degan bu gilabka. Sigirapdan esa bulapdan. Boyanga asam majan. Mush tayammum oyati tushgan vaqtida Hazreti Ayşe'ninki bir mushu majini boyniga asılgan gilabkisi chiqib ketib, shuni izlash bilan bunda avazchilik qilib qilgan. Su yo'q. Endi ishni olgan shu Safvan ibn Muattal. Durrat degan marvoyatlari, durar deymiz. Durratuhu ashuning marvoyatlari, ya'ni ash tajning marvoyatlari faraid aqdi. Mening bo'yalliq yoki gilabkamninki cho'ng majallardor. Faraid degan shu marvoyatning cho'nroqlaridan deydi. Marvoyatlari. Bu deganmi? Taj. Ala deganga qaytishi mumkin. Üstünlükningcha. Hozir bu alaga qaytiraylik buni. Men sharqning beshidagi üstünlükning tajidirman. Aşu üstünlükning marvoyatlari, yoki tajning marvoyatlari mening bo'ynamdagi gilabkamninki cho'ng majallardor deydi. Ayyu shay'in fil gharbi qad bahara an-nas jamalan wa lam yakun minhu 'indi. G'arbning nimasi go'zalligidan kishilarni hayron qoldirib qo'ygan. Bahara degan hayron qilib, ajablanib, zavqlanib qarab ketgan mislan. Ko'zni chaqnatayotgandek mislan. Bak yarab ketgandek mislan, jamalan go'zallik jihatda g'arbda kishilarni shunda hayron qoldiruvdak nima bor ekan? Va lam yakun minhu 'indi. Uningdan menda hech qanday narsa yo'q. Faqat g'arb bilan bog'lab, ondan butun taqvuju deb hayron qoldik. Nima bo'lgan g'arbda? Yani g'arb ellarda demakchidir. Misr hozir sharqni tansil qilgan bo'lsa, faturabi tibrun. Fahmishada chunki deymiz. Chunki qaraydigan bo'lsak, mening tuproqim kipak oltin bu. Tibr degan kipak oltin. Va nahri furatun. Mening daryo o'stanlarim tatliq suv, Furat degan tatliq suv. Furat degan tatliq suv degan bo'landa. Shu tatliqda juda Furat deb ism qo'ygan. Shu Qur'oni Karimda bor oyatda. Furatan va ma yastabil bahrani hada azbun furatun. Hada azbun furatun sa'iqun sharabuhu wa hada milhun ujaj. Hada azbun furatun sa'iqun sharabuhu wa hada milhun ujaj dedi. Demak, o'shada tatliq suv daryo o'stanlarining suvi tatliq suv tursa, furoqlari kipak oltin tursa, va samai masqulatun kal firind. Firind degan shamshar. Osmonim shamshardek parqirab tursa. Masqulatun. Endi parqirtilgan, surtib aytilgan, süpsüzük degan bo'ldi. Aynama sirta jadvalun inda karmin. Karam degan odatda üzümni deydi. Nereden de kermin deb qafiya zurrat chatdan ra'ni sakin qilayotgan bo'lishi mumkin. Jadval degan eriq ustan. Aynama sirta qayoqqa borsang, nada mansang, uzumzorlikning qashda bir eriq ustan bor. Anda zahrin mudannarin anda randin. Gulchizaklarning qashida mudannar degan rangarang xilma-xil degan bo'ldi. Rand degan bu bir xil daraxt. Akulariya deydigan so'g'chi. Yoki ud deymiz. Bunda burun be daraxt bo'lgantilqa yog'ichi xush ko'radigan nima? Sandal ha? Shunga o'xshash bu shunda bir alayli bir daraxt. Yani nega bansang rangarang gulchechaklar ochilgan, uzumzorlik, eriq o'stanlar, ashunda chiroyli xushpuroq daraxtlar orasida mangasa. Mudannar rangarang. Ana in qadaral ilahu mamati, agar Allah mening o'lishimni kutgan bo'lsa, ana degan o'sha Misr. La tara sharq yarfa'u ar-ra'sa ba'di. Mendan keyin sharqning bosh ko'targanligini ko'rmaysan. Mensiz sharq bosh ko'tarmaydi. Amaliyat rasmdir. Misr islom dunyosining yoki sharq ellarininki 5 turadigan davlatning birisi. Misr bo'lmasa zodi bosh ko'tarmaydi. Ahli salaf urushida
Misr taqobil turgan. Mo'ng'ullar Chingizxon avlodi butun sharqni surtiqoy qilib besib kelgan chaqda Misr to'xtatgan. Misr bunda bir davlat. Chunki kananatullohi fi ardi dedi. Biznesindeki Mısır'ın qo'shini Khayru ajnadil ard. Zimindeki qo'shinlarning Yani Resulullah'ın onisi sile rahim babının tuqqanchilik nimasi var. Çünkü Resulullah şu Mısır'dan bir didekni şöyle qilib ağaç nama Meryem Kıbtiye şondan İbrahim'de farzand ko'rgan. Şu istavsu bi ahli Mısır khayra. Khayru ajnadil ard deb ta'riflagan. Qur'on Karimda 910 necha yerda Mısır ismi chiqqan. Bizning diyorimizning ismi bir qatim tilg'anib qolgan bo'lsa, to'pimizni osmonga tutdik. Islom ya. Demak, bu ham bak bir mubolag'a emas. Rasm islom dunyosiningki 5 yurik hisoblanadi. Masalan, shu Misr, Turkiya degandek davlatlar shunday. Bu boshqa bir davlat bu ishning o'rnini bosolmaydi. Şu an men bo'lmasam, men ketib qolsam, sharq dunyosi, islom dunyosi desak bo'ldi, 5ni ko'tarilmaydi. Ma ramani ramin wa raha saliman. Atıdığan birisi, ramigan, ya atıdığan birisi, bana bir pay o'qitib, o'zi saq qutib ketgan ahvol yo'q. Biraz tarix shunda. Shu maqbaratul Uza dedi. Mustamlikchining maqbarasi edi. Qabrtonligi. Min qadimin inayatullohi jundi. Qadimdan buyon Alloh taolaning meni asrab, qo'g'dab turishi mening qo'shinim shu. Ya'ni kuch manbaim shu demoqchi. Inayat degan. Ko'ngil bo'lishi, parvish qilishi, asrishi mening qo'shinim shu. Askarlarim degan jundi. Varaha. Raha demiz. Ketdi degan. Ya mana bir pay o'qni etib birse, bu saq qutulib ketgan ahvol yo'q. U cho'qim beshini edi o demoqchi. Kam bagat davlatun alayya va jarat. Mana nurg'un davlatlar zulm qildi, tajovuz qildi. Jarat degan zulm qildi. Bagat degan tajovuz qildi. Summa zalat va tilka uqbat ta'addi. Mana zulm qilib tajovuz qilgandan keyin quyruqini qumbasib qoldi davlat. Yo'qlab ketdi. Zavolliq yuzlandi deymiz-ku? Zalat. yoki bo'hronlik yuzlandi. Bu degan quyruqni. Va tilka uqbat ta'addi. Ashu yani yo'qlab ketishi, ta'addi degan menga tajovuz qilishi, dushmanlik qilishiningki oqibati shu. Va uqbal kafirinan nar. Oqibati degan bo'ldi. Qur'on Karimda shu. Va uqbal kafirinan nar. Innani hurratun kasartu quyudi. Haqiqatan men hurdurman deydi. İşkellerimni, kişellerimni paçaklattım. Quyud degan bog'laydigan og'amchi olamdi, ishkel, kishan olamdi, ha? Bundan aslida men chiqib tashladim deydi. Alaqa Qutlug' Shavqining bir she'ri bor-ku. Barsa Xudo bir qilich kes deb uningga buyursam, xalqimning bo'ynidan xarliq kishan zanjirini. Gar xarabkan nima? Al xarab bo'lmasa, Shavqining kalvasi kesib ketsa-mu, men shuni söylemaydigan bir she'r bor. Shunga yaqinlab qildi ekan. Kasartu quyudi rag'ma ruqbal ida va qatta'tu qiddi. Ruqba degan nazarati kuzdishi degan bo'ldi. Ida degan dushmanlar, a'da, dushmanlar qarab tursinmi, ko'z tutsin, paylab tursinmi, peyimdi tursinmi degan bo'ldi. Peyimdi tursinmi, kishanlarimni chiqib tashlab, men hur turibman mana. Va qatta'tu qiddi og'amcha tasmalarni üzüp o'tdim dedi. Dushmanlarni bog'lagan shu tasmalarni, bu qiddi degan asli terida yasalgan tasma. Qul liman ankaru mafakhira qawmi. Mening millatimning faxrlanadigan ashunda isil narsalarni inkar qilganlarga aytdingki, mafakhr degan faxrlanadigan narsa. Mafxaraning ko'pligi. Millatimning faxrlanarlik işlerini inkar qildigan, ko'z yumadiganlarga aytdingki, mislama ankaru ma'athira wuldi. Mening o'g'lonlarimning tilga ilindigan alohida ish izlarini inkar qilgandek, millatimning faxrlanadigan yaxshi ta'rifini inkar qilganlarga aytdingki deydi. Wuldi degan avlodlarim shunama, ma'athir degan bu shu mafaqirga o'xshash, lekin bu kishilar tilga ilib deb yuradigan bundan keyin ayında iz qoldigan narsalar.
demak mening ajdodimning millatimning faxrlanarlik ishlarini inkor qilganligiga avlodlarimning shu tillar dastan bo'lib qoladigan ishlarni inkor qilganlarga aytgan dedi. Hal waqaftum bi qummatil haramil akbar yawma, bir kuni chiqib cho'ng piramidaning cho'qsida bunda turib baqdingmi sen? Anda danglar demek. Qumma degan cho'qsi. Fara'aytum ba'da juhdi, cho'ng piramidaning ustiga chiqib bunda qarab mening tirishchanligimning bir qismini bunda ko'rib baqqanmi? Hal ra'aytum tilka an-nuqush allawati a'jaztu fawqa san'atil mutahaddi. Yani mutahaddi degan bayatınqa tahaddidin kelib chiqqan, turlangan. Mutahaddi degan mayda qaqqanlarning san'atkorligining hunarlarininki butun kuchini ojiz qoldirib o'tgan deydi. Tavq degan taqa, ha? Va alallazina yutiqunahu. Demak, butun kuchi yetadigan ash imkoniyatini ojiz qoldirib qo'ygan. Ya'ni bu endi piramidani yasidi. Boshqa Misr bilan baslashadiganlar butun hunarini chiqarib yasab baqsimi, yasay oldimi? Yasamadi. Demak, ashunda baslashadiganlarning hunar san'atining butun kuchini chiqarib yasamaydigan naqshlarni, binokorliklarni ko'rib baqqanmidinglar? Hal fahimtum asrar ma kana indi min ulumin makhbu'atin ala bardi. Bardi degan bu saman qog'oz, bu bir xil Misrning va Nil daryasi bo'yida o'silgan bardi degan bir gul bor. Yani Nilufardek gul, ha? Shu gulni nimasida yaqumush o'xshaydigan shunda qog'ozda nuqlab izib turib, axiri saman qog'ozdek binosi yasab chiqdi bu. Shuni varaqul bardi deydi. Yani shu Fir'avnning zamonidan tortib shunda qog'oz yasab uni ishlatgan. Başka yerde o kağıt genlerden de izah bulmaya vaktidir. Hadirim var şu nima sanlar, anda azimlik aldığında işlep yasab ko'rsatib qo'ydi. Piramidaning atrofida yasalgan yer bor. Va shunda saman qog'oz, bardi degan saman qog'ozning ustida mahbua degan saqlangan degan. Uyga qo'ygan, yushirib qo'ygan, saqlab qo'ygan degan bo'ldi. Saqlangan ilm ma'rifatlardan mendiki şu sırlarını tushunmanglarmi demakchi. Qayya ichida degan bo'ldi. Ashuni qetida deymiz, qatda. Ichida saqlangan. Bu tay degan sonda qatli degan, yo'gida qatli degan bo'ldi. Yo'gilgan ekan shu yo'gamning ichida, bardi qog'ozining yo'gimining ichida saqlangan ilm ma'rifatlarning sirlarini bildi. Men degan Misrdagi sirlarni tushunib baqdimman. Yawma natwis samaa ka tayyis sijillil kutub. Mushi nima taymas qatlangan. Yanında qatlangan degan kitobni tayyatul kutub bo'ldi. Tarqini qatlansa tay bo'ldi shu arasi. Zaka fannu tahnit qad ghalaba ad-dahra wa abla al-bala wa a'jaza niddi. Ana avu dedim. Yoki mana avu bo'lsa mumiya qilish san'ati. Mumiyakorlik san'ati. Qad ghalaba ad-dahra. Bu zamanning ustidan g'olib keldi bu. Chunki zaman qanday qildi? Jasadni churtibdi. Ma mumiya san'ati orqali bu zaman ustidan g'olib keldi. U zamanni chertanmaydigan buni. Shu payt saqlab qolaverdi. Ya'ni 3000 yilning ilgirki shu fir'avnlarning jasadlari shu mumiya qilish orqali hozir bor. Chirmaga. Demak, zaman ustidan g'olib keldi bu. Va ablal bala va ajaza niddi. Bala degan ko'nirab ketgan narsa. Ko'nirab ketgan narsa qadimgi narsami ko'nir tutib bu. Yana bunda o'z holatida bunda qolib qoldi demakchi. Va ajaza niddi. Niddi degan mening tang tushum. Andad degan ko'pmi? Andada. Inna majdi fil ulayati ariqun. Ulayat degan hamma narsani dastlab qilib paydo qilgan, ijod qilgan narsalar. Masalan, qog'oz desa dastlab Misrda paydo qilingan. Ya'ni biznat dastlab Misrliklar ijod qilgan. Deb undan narsa ham chiqindi. Yani buni eng dastlab Misrliklar ijod qilgan. Yani bizning eng dastlab Hindistonliklar ijod qilgan deymiz masalan. Shunda eng dastlabki ijod qilingan narsalarda mening shon shavkatim, ulug'liqim nayt baklam qadim peshqadam deydi. Ariq degan ko'na peshqadam degandek bunda. Mallahu mithlu
ulayati va majdi. Kimning o meninkidek ang daslab ijod qilgan anda narsalar bor ekan. Mening ulug'liqimdek anda ulug'liqqa shon shavkati bor ekan. Amaliyotda ras yo'q endi. Malning burungi zamondagi Madinada chiqnasi ilgari. Ulayati yani ang daslab ijod qilganlarim Majdi degan tirchaldi. ulug'liqni shon shavkatim. Shunga o'xshash gapni desak bo'ladi. O 7-si أنا التشريع قد أخذ الرومان عني الأصول في كل حد قانون çıkarışının boğusu ben değil. Yani annesi deyimiz o, nüvürtü boğusu da bu. Teşriğe diye kanun çıkarış, kanun belgileş. Yani. قد أخذ الرومان عني Rimlikla menden الأصول في كل حد. Her bir hadd diyenimde her bir belgileme, her bir çekleş belgileme degandek narsalarda asas qoidani mendan olgan. Usul degan qoidalar demak için. Qonun ruhini menda olgan degandek. Warasattun nujuma mundu adaat. Men yulduzlarni kuzatgandim dedi. Mundu adaat fi sama'id duja. Duja degan zalam degan bo'ldi. Qarong'ulik. Qarong'u osmonda yo'rg'andan tatib, yulduz yo'rg'andan boshlab men uni kuzatishga boshladim. Yani astronom ilmida men shu yulduz paydo bo'lgandan tatib buni kuzatib kelyapman. Duja, zalam degan qarong'ulik. Adaat degan yo'rg'andan boshlab. Falamma adaat ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim. Qur'on Karim. Yo'rg'an degan. Demek bu şu yulduz paydo bo'lgandan tatib men shu chog'dan tatib kuzatishga boshladim. Boshqalar menda o'rganib bunda astronom ilmini paydo qilgan. Fa ahkamtu rasdi va men kuzatishga boshlab mustahkam puxta kuzatgan. Va qadiman banal asatila qawmi. Qadimdan tartib mening millatim kema parqlarni yasagan. Asatil degan. Ustulninki ko'pligi. Yasabtı fafaraqnal bihara yahmilna bandi. Bandi degan tug' alam. Akima farqla tug' ismi emasmi? Mening tug' alamlarimni tiklab, ko'tarib dengizlarni yerib mashta dedi. Faraqa chashni mafraq dedik-ku. Chashni ayirgan joy degan tuqqa mafraq shar degan. Nolike fafaraqna degan dengizning suvini yerib bunda mangibdi dedi. Shu tafarruq deganmi shu anda o'ttiri yerilib unda sesidan qolib ketganlar tafarruq deymiz va firqa al jamoatu barakatun val furqatu azab ayrilish azabdir degan. Afrika degan nima? Afrika degan shu Afrika deb. Firqadan siz qilmasmi? Ayrılib ketgan yo'qolgan. Fasalul bahra an bala'i safini targan şuna aşında boğaçqa sizler denizden soranglar dedi. Sorab betinglar. An balai safini mening kiyimlerimning tecrübe sınaqlarından sorab betinglar. Tecrübe savaqlar demişsen bala degan tecrübe savaq. Asli sınash degan bo'ldi, bala degan. İbtila mı şunda sınaq degan bo'ldi. Demak bu tecrübe qilib sinab baqib qilgan tecrübe savaqlarim bala degan. Abla balan hasanat esa yaxshi ish qilib obdan natijaga erishdi degan bo'ldi. Meni kiyimlarimning tajriba savaqlarini denizlardan so'rab baqinglarmisa. Vasalul barra an mawaqi' jardi. Andan quruqlikdan kiyimlarimning tajriba savaqlarini qilmishlarini denizdan so'ranglar. Denizdan so'rasanglar deb berdi. Hamda quruqlikdan mening otlarimning elib borgan janglarini bu to'g'riliq quruqlikdan so'ranglar. Jar degan shada asli ot degan bo'ldi. Lekin o'sha otdan maqsad atlı qo'shinlarim degan bo'ldi. Atlı qo'shinlarimning qilgan janglarining o'rinlaridan so'ranglar. Mavaqa. Yoki jang desak bo'ldi. Mavaqa degan mavqa desakmi? Jang degan bo'ldi. Ayyu sha'bin ahaqqu minni bi'ayshin warif adh-dhilli akhdar al-lawni ragadi. Ragad degan kang tasha bayashat degan bo'ldi. Fakula minha ragadan haythu shi'tuma. Kang tasha bayashat rahat paragat degan. Akhdar al-lawn degan yap yeşil, rengi yeşil degan bo'ldi. Lekin bu akhdar al-lawn degan aytanda shu paravallik, barakat, rizqi mo'l, bunda bo'lash
ne ifade eden sözüm. Varifet zilli diyen sayısı nayte keng uzun diyen buldu. Yani sayısı keng diyen, akdarın loğun diyen, hem mesela müşerakat, bayaşat, paravallıkını bildirdiğin sözler. Muşunda rahat paragat, paravanlık, medeni munda bir turmuşka mendin bekrek layık bir, haklık bir millet mübamı, bir halık mübamı, şab diyen halık. Nazarallahu li, Allah Teala bana nazar taşlagan. Asıl qaradı diyen oldu o? Nazar üstün taşladı deydi. Yani bunda meni ra'y qildi, parvish qildi. Allah Teala'nın nazar tushgan millatman demak. Haqiqat rasmda. Shu Misrga shu Allah Teala'nın nazar tushgan joyim. Shu payg'ambarda o'tgan farshada abnai. Allah Teala nazarini tashlab menga mening o'g'lonlarimni yetakladi deydi. Yetaklagan ekan qanday oldi? Fashaddu ilal ila ay shaddi. Allah Teala o'g'lonlarimni to'g'ri yo'lga yetaklabdi. O'g'lonlarim ustunlikka qarab shundoq bir otlandiki, endi uni sifatlab o'g'lim. Nayta chin jugudi degan bo'ldi shaddu degan. Demak, ustunlikka, ulug'likka, shon shavkatga qattiq yuzlandi deydi. İnnemal haqqu quvvatun min quvvat dayyani. Haq degan ay mukofotlaydigan, hisob oladigan Allohning kuchlaridan bir kuch o'di. Dayyan degan Allohning sifati. Asdayn degan qarzg'o. Dani adini degan ash qarzni hisoblab jazolaydigan degan bo'ldi. Ad-dayyan. Shuna i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu. Wad-dayyan la yamut degan mashhur so'z bor. Ad-dayyan hisoblab jazolovchi degan bo'ldi. Demak, hisoblab jazolovchi, ya'ni Alloh taolaning kuchlaridan bir kuch bu haq degan. Amda min kulli abyada hindi. Abyad hindi degan bu bir shamsharning turi, shamsharning da turlari bor. Zulfiqar deymiz, u deymiz abyad hindi. Abyad hindi. Endi bu Hindistonda yasalgan balki shunda bir qilishlarning shamsharining bir turi bo'lsa kerak. Masalan, Muhammad deymiz, qilishlarning jiq turlari bor. Zulfiqar shunda. Demak, mushunda shamsharlardan bak kaskin biz ishtik mushunda shamshardinmi bakrak ishtik deydi. Beşinci kana değil mi? Haq degan Allohning kuchining bir turi bu. Allohning quvvati, kuchi. Bu haq odatdagi kaskin shamsharlardan bakrak kesilgan narsa, o'tkir. Besi o'tkir demak. Masalan, shu mening haqqimda masalan yolg'onni chaplab, meni kamsitadigan, tilolab qolsa, gachcha kesiladigan haq demak. Amda degan keskin. Endi abyada hindi deb chiqib qolsa, bu Hindistonning oqmuchimiki deb bunda o'ylab qolmaydi. Bu shamsharkan deb bunda tushunamiz. Burun shu xalq madrasasiga birisi kirib, Çarpay asmani diyen buldu da so'sa kalblar unda bu tut asmanı diyen buldu da bir xil tarjima qilib baktıken. Keyin ustozdan birisini so'sa bu o'g'irtgan diyen buldu. O'g'irtgan. O'g'irtganda xuddi kichik maqtak bir narsa bor, o'simlik bor. Odatda badanda yara, immunitetimiz pensildan kuchli. Mana shunday bir قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجزوا اليوم وعدي من وعد قلدم dedim. Üstünlükni va'da verdim dedim. Yani İslam'da qilsanglar üstünlükka erishlar deb va'da verdim. Kimga? Bikulli abiyyin min rijali. Abi degan aba esa boshtatdi, unumidi degan bo'ldi. Ha? Qo'yin toliq qildi. Ha. Hadislardan bor illa man aba deb, ha? Qur'on Karimda aba istakbar, unumay. Ya'ni niyatki aba azir, abi degan vijdonliq, xorliqqa yoq deydigan jigirva o'g'illar degan bo'ldi. Mening o'g'illarimdan bunda vijdoni va jigirva yigitlarga men ustunlikni va'da qildim deydi. Va'da qilsam fa anjazul yawma va'di. Bugun mening va'dimni vujudga chiqadi bular. Anjaz degan bir narsani bitirib, ishni tamomlash. Bugun endi qachon? Mushahada hozir taxminlanib kunda. Hozir oyg'ida chiqishi mumkin. Amharuha bir ruh, hayya arusun.
Onunğa canını fida qilib şu jinini to'yliqadi dedi. Amruha birruh. Yoki amruha da buyruq bo'lishi mumkin. Jan fida qilish orqali to'yliq qo'ringlar onunğa. Chunki u to'y qilgan bir kelinchak. Xuddi shu vatanni shu kelinga o'xshatadilar. Vatanga haqiqiy sen sodiqli vatanning o'g'lani deb qilishda bo'lmoqchi bo'lsang, janni fida qil. Shu to'yliq dering. Shu fida bo'lsin jonimiz deydigan gap bor. Tashna'ul mahra min urudin va naqdin. Bu kelinchak to'yilgan qizchaq, hadiran to'yilgan qizchaq hammasi shu manchimin ko'y dollar oltin dedi o. Bu undan ekan. Bu pul, urud degan tovar, mal-mata, tovar. Bundan asli. Pul va tovarlarni yoqtirmaydi ekan. Bu faqat mana shu jinni fida qila oladigan bo'lsa, shunda yigitga tegmaydigan vatan ekan. Mehr diyen to'yliq. İslam o'lgan deyajekmi? Yoqtirmaydi, qolmaydi. Ya'ni pul va mal-mata tovarlardan bo'lgan to'yliqni yoqtirmaydigan faqat shu janni fida qilib to'yliq qilsang, unda tegiman deydigan bir kelinchak bu deydi. Shuning Misr vatandan da shuna sifatlar qilgan. Waradu bi manahilal izzi. Meni izzat manbalari, bulaqlari bo'lgan joyga sug'arg'ili apadi deydi. Manalni biz o'tibqa manba, bulaq degandek. Demak, bu xuddan izzat deydigan bir suv chiqadigan bulaqlar bor deb, yani shunda izzat buluqining qishqi suv ichkili apadi deydi. Sug'arg'ili apadi. Varada degan sug'arg'ili akasi shu varada. Su ichkili bo'lsa varada deydi. Waradu bi degan meni anda sug'arg'ili apadi deydi. Va in minkum illa wariduha. Şunun boyu bardı deydi. Qishig'i bardı. Hatta yaxtuba an-najmu fil majarrati wuddi. Demak, meni ashunda ulug'liq, ustunlikka anda ko'tarildi bu. Mening ashu o'g'illarım. Ko'tarildi. Oxirida qanday bo'ldi? Yaxtubun najmu fil majarrati wuddi. Majarra degan bu mushu yulduzlar to'plami, sayyorlar to'plamidan do. Shu to'plamdagi anda cho'lpa yulduzmi? Eng nurli yulduzag'o. Cho'lpa yulduzmi? Mening do'stligimni tama qildigan, do'st bo'lsamkin deydigan holatga keldi. Yaqin bo'lishni xohlaydigan. Unda bo'lib qoldi. Do'st qizar qildigan bo'lib qoldi. Majarra. Majarra degan yulduzlar to'plami. Demak, meni endi shunda bir yuqori ustunga shunda ko'taribdi o'g'lonlarim. Osmondagi cho'lpa yulduzmi? Abi ag'ini bo'lsa qishkaylanib bu deyishganda tanyaga chiqib qoldim demak. Warfa'u dawlati 'ala al-ilmi wal akhlaqi. Mening davlatimni ilmning ustiga, axloqning ustiga ko'taranglar. Chunki fal ilmu wahdahu laysa yujdi. Chunki yolg'iz ilm bilan bo'lib qolsa foydasiz bu, bekor. Qaqilmaydi demak. Yujdi degan foyda qildi degan. Laysa yujdi degan foyda qilmaydi. Shu jadval deymiz-ku. Biduni jadval chiqadi. Shu foydasiz degan. Innamal umamu bil akhlaqi ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yevropa davlatlarida hozir ilmiy taraqqiyot bo'lganlar, axloq yo'q, insonparvarlik yo'q, chatoq. Va tawasaw bis sabri. Bir-biringizga sabrni tavsiya qilinglar. Chunki fas-sabru in faraqa qauman fama lahu min masaddi. Chunki sabr bir millatdan shunda ayrildi ekan, uning o'rniga dasaydigan narsa yo'q. Uning o'rnini bosadigan narsa yo'q deydi. Masad degan o'rnini to'ldiradigan narsa demak. Wastabinu qasd as-sabili wa jiddu. Wastabinu de iniqlanglar, bilinglar, uqulanglar. Qasd as-sabil degan to'g'ri yo'l, dag'dam yo'l, tariqul mustaqim. Ashuna bilinglar, va jiddu bilib harmay talmay meninglar dedi. Jiddu, jiddu. Tirishinglar. Fal ma'ali maktubatun lil majdi. Chunki ustunlik ulug'liqqa chay ishqizib qo'ygan. Ya'ni ishqisanda bijtiqqan degandek. Qutuba degan anda maktubatun lil majdi deganda ash ma'ali axirimni majdiga
Əpirişki çay işkizib qoyğan degan. Nima endi bu arab tilining ifodalashingizda sal boshqaroq bo'lsin, shu yana bir gapni ustuliq nima qilib badiyrak bunda yozgan she'r. Yo'q, bu she'rning nimasidan-da shu Misrning o'zining tilida poet o'tidan bo'ladi. U poening hamda ma'lum o'rni bor. Ras degandek endi Misrningki insoniy tarix madaniyatda alohida o'rni bor. Shunda poetdek endi dasmaysi bormi buni. Shu ma she'rni topshiriq defterga aynan bir qitim ko'chirib bersizlar. E'lonkan da ham so'zni albatta o'zinglar yangi chiqqan ham so'zni ezib, uning uyg'ursini muqobilda ezib, yodlab qiling. Bu mushirasini topshiriq bo'lsin. Benim devletin ahlakını uçtu kötüleme diye var. Farfa'u devleti alel ilmi vel ahlaki. Fa'alın vahşu Leyse yücdi. Yalnız ilimla karpınmaydı. Faydasız. Ahlak buluş gerek. İnsançılık buluş gerek. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.